Tushda vayronalik ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi uy, do'kon yoki shunga o'xshash narsalarning vayronligi dinda yo'ldan adashishga dalildir. Tushda vayronani obod qilayotganini ko'rsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Kirmoniyning aytishicha, tushda obod yerni vayron bo'lganini ko'rsa, o'sha yer odamlari balo va musibatga tushishlariga dalildir. Tushda eski vayronani obod qilganini ko'rsa, tuz sohibining ishlari soz bo'lishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, vayronalik yaratuvchining ishlaridan bo'lsa, tush ko'ruvchiga foydadir. Agar bandaning ishi bo'lsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Xarob, vayrona joylar g'am kulfatga ishoradir. Ular yillar, sanoqli kunlar hisoblanadi. Shahar xalqidan hijrat qilganlar bilan bir joyga jamlanishni bildiradi. Masjidning vayron bo'lganini ko'rish hokimning o'zgarishi. Bozorning xarobaga aylanganini ko'rish og'ir musibatdan darakdir. O'z uyining yiqilganini, vayronaga aylanganini ko'rgan kishi umrining qolgan qismini kasallikda o'tkazadi. Biror joyning xarob bo'lganini ko'rish behayolik, benomuslik yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Xaroba haqidagi tushlar yaxshilikka yo'yilmaydi. Obod joylar esa aksincha, biror joyni vayron bo'lganini ko'rish shu joy xalqining boshiga kulfat tushishiga ishoradir.